Respublikamizda ichimlik suvi tarmoqlari mavjud bo'lmagan aholi punktlarini markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida davlat ijtimoiy buyurtmalari asosida qator amaliy loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Shunday loyihalardan biri Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan Omon Kalxat mahallasida amalga oshirilyapti. Ushbu mahallada ichimlik suvi infratuzilmasini yaratish ishlari taraqqiyot aholining turmush tarzini rivojlantirishga ko'maklashish markazi buyurtmasi asosida olib borilmoqda. Bugungi kunda aholini yashash turmushini sharoitini yaxshilash maqsadida toza ichimlik suvi bilan ta'minlashda hozir tuman hududidan tuman markazidan 40-35 kilometr uzoqlikda olis hudud hisoblanadi bu yer. 7 ta qishloqqa toza ichimlik suvi yetkazib beriladi. Hozirga qadar loyiha doirasida umumiy uzunligi 52 kilometrdan ortiq ichimlik suvi tarmoqlarining 45 kilometr qismi tortildi. Shuningdek, 3 ta suv qudug'i qazildi. 2 ta suv saqlash idishi va suv minorasi yangidan barpo etilmoqda. Ushbu qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Yana bir tomoni ijtimoiy buyurtmani boshqa loyihalardan yana bir farqli tomoni o'sha qurilish jarayonida aholi bevosita ishtirok etadi. Ya'ni o'sha texnik nazoratchisidan tashqari aholini o'zi ham qurilish jarayonlarini bevosita nazorat qilib, jamoatchilik nazorat ishtirok etadi qurilish jarayoniga. Shu bilan bir qatorda qurilish jarayonida nodavlat notijorat tashkilotini xodimlarini, saylangan xodimlarini bugungi kunda vazirlik tomonidan trening kurslari o'tkazilmoqda. O'sha ichimlik suv ta'minoti sohasida bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirib borish bo'yicha bir qator trening kurslari tashkil etilmoqda. Loyiha to'liq yakunlangach, Omon Kalxat mahallasidagi 700 ga yaqin xonadon, jami 2995 nafar aholi ilk bor markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Mazkur tashabbuslarning asosiy maqsadi ichimlik suvi infratuzilmasi yetib bormagan hududlarda yashovchi aholini toza suv bilan ta'minlash orqali ularning turmush darajasini oshirish va ijtimoiy infratuzilma sharoitlarini yaxshilashdan iborat.